yangi apparat. Har qanday odamga og'ir kasalligi, boshqalarga hammasi xonadonga ham borib tushirib mumkin bo'ladi. Rentgen snemkamiz. Bunda oq qora bor, endi oddiy qilib aytganda, bunda tuberkuloz bor yo'qligini biz kamdan kam payqaymiz. Bunda sun'iy intellektga bersak, ular sun'iy intellekt bunda tuberkuloz yo'qligini ranglar bilan ko'rsatib beradi. Tuberkuloz bo'lsa nima ko'zdan chiqadi, tushuntiring. Tuberkuloz bo'ladigan bo'lsa, sariq, qizil nimalar chiqadi, ranglar chiqadi. Ofatimiz bizga yaqinda keltirildi, birinchi kvartalda keltirildi. Bu Xitoydan keltirilgan. Hamma a'zolarni rentgen tekshiruvdan o'tkazish imkoniyatiga ega. Bir kunda 100 tagacha bemalol rentgen tekshiruvdan o'tkaza olamiz. Demak, nechta kelsa shuni hammasini o'tkazamiz. Kasalga minimal dozada rentgen nuri berilgan hisobiga zarari juda ham kam. Hozir ko'rganimiz bundan ham minimal. Bu kasalda hozir bu apparatda biz yo'lga qo'yamiz. Onkologik kasalliklarga kontrast tekshirib, onko obrazovaniyalarni aniqlash. O'sha joyda bormi yo'qmi? Zo'r yutolmaydiganlarga o'zini bari suyuqligi bor, suyuqligini qizib, ichirib tushirsak, biza kerakli ma'lumot olamiz. Bemor holatiga qarab turib, yosh qizib yoki tikka holatda tushirish imkoniyati bo'ladi. Respublikada 11 tergov hibsxonasiga ta'sir qiladi. nechtadan berdi? O'rta hisobda 10tadan. 10tadan. Eng ko'pi markaziy tergov hibsxonasiga berdi, chunki markaziy tergov hibsxonasida odam ham ko'p, blok ham ko'p, 30 dan ortiq bunga berdi. Bu nimaga kerak? Biroz qisqa aytib yuboring. Yuqumli kasalliklarni havoda yo'q qiladi bu. Havo